Michael Jacksonның xata tushunishga to'lgan ta'sirlik hayoti. Uning ismi butun dunyo kishilarining qalbida cho'nqur o'rin olgan. Tarixda hech qanday bir shaxs uningga o'xshash zo'r besim ostida yashamagan. Shundaqla yana hech qanday bir shaxs uningdek olqishlanmagan ham shon-sharafga erisholmagan. Mana bu hammalarga tanishliq, dangliq jolpan Michael Jackson. Kishilar tarafidan King of Pop, ya'ni moda muzik shoyi deb nom olgan naqsh plastinkalarning umumiy setilish miqdori butun dunyoda 750 milliondan oshib, bu jihatda dunyo Guinness rekord yaratgan, tarixda eng muvaffaqiyat qozongan san'atkor deb qaralgan rivoyatlik shaxs. Men dunyoni o'zgartiraman. Buningdan 41 yil burun, ya'ni 1979-yili 11-oyda texi amdili 21 yoshga kirgan Michael Jackson mundaq bir parcha xatni yozgan. Men boshqalarga butunlay o'xshamaydigan bir odam bo'lishim kerak. Men bir yangicha qiyofatdagi qaltis aktyor, naqshchi va usulchi bo'lishim kerak. Men cho'qim dunyoni o'zgartishim kerak. Men barliq kishilarning birikmasidanmi qaltis bo'lishim kerak. U o'zining zo'r tirishchanligi bilan va'dasini amalga oshirdi. 1984-yili 26 yoshli Jackson o'zining vakillik asri Thriller bilan yillik Grammy mukofotida eng ko'p turga erishgan shaxs bo'lib qolgan. Naqsh aytish jihatda eng qaltis bo'lgan Jackson usul o'ynash jihatdami boshqalardan qilishmaydi. Hammaylar uning bu jihatdagi talantini maqtab, u haqiqatan bir talant egisi degan. Jacksonning naqsh kechiligida har qitim nurg'un tomoshabinlar hayajonlanganligidan aylanib ketadi. U o'zining qaltis kasbiy hayoti bilan nurg'un kishilarning hayotiga ilhom ato qilgan. U kasbiy hayotida yana nurg'un dunyo rekord yaratgan. Ya'ni ko'plagan naqshilari o'xshash vaqtda Angliya naqshi rad tartibida ko'rilgan bo'lib, bu jihatda dunyo Guinness rekord yaratgan. Aytgan naqshilari Amerika naqshi tizimligida oldingi qatorda eng uzun vaqt o'rin olgan naqshi bo'lgan. Tarixdagi eng muvaffaqiyat qozongan san'atkor dunyo Guinness rekord yaratdi. Gerçi bir san'atkor bo'lsa-mu, lekin u 2 qatim Nobel tinchlik mukofoti nomzodligiga tanlangan bo'lib, kasbiy hayotida taxminan 7 milliard yuan iyona qilib, dunyodagi 130 dan ortiq davlat va rayon hukumati tarafidan taqdirlangan. 2000-yili 41 yoshga kirgan Jackson har xil usullar orqali, ya'ni naqbul, iyona, kim arti butun dunyoda 39 xayr-saxovat organiga yordam bergan. Uning ayni vaqtda Afrikaliklar uchun aytgan We Are the World nomli naqshisi toki hozirgacha tarqalib kelmoqda. Bulardan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, u butkul hayoti shon-sharaflarga to'lgan bir rivoyatlik shaxs bo'lib qolgan. Amerika prezidentining kimligini bilmasangiz mayli, lekin Michael Jacksonni cho'qim bilishingiz kerak. Salbiy xabarlarning tarqalishi. Quyosh parlab turgan joyni cho'qim uzun o'tmayla qor bulut qaplaydi. 1958-yili jami 9 farzandlik bir oilada tug'ilgan. Shundaqla qartalliklar oilasidan kelib chiqqan Michael Jackson kichkidan boshlabla turmushning cho'nqur qaynamlarida beliq bo'lib ketgan. 4 yoshidan boshlab naqshi aytishni o'rgangan, 5 yosh vaqtida nomer o'rindab pul tepishga boshlagan. Uning o'smirlik davri to'xtamasdan ishlash va dadasining til ahonatlari bilan to'lgan.
Chunki kichik vaqtida uning burni uzun ham kengri bo'lg'achqa, dadasi uni doim kamsitib, masxar qiladi. Gerçi o naqshi aytish va usul o'ynashni intayin yaxshi ko'rsimi, lekin tomoshabinlar oldida o'zining o'smirlik davridagi tartqan xo'rliqi va azoblarini o'ylaganda cho'nqur azoblanib to'xtab qoladi va mening azaldan normal kishilardek o'smirlik davrim bo'lib boqmagan. Rojdestvo bayrami, tug'ilgan kun qatorliq o'smirlarga xos xo'shalliqlardan bahramon bo'lib boqmadim, deydi. Tirishib xizmat qilish va azoblanish uning o'smirlik davridagi turli xo'shalliqlarining o'rnini olgan bo'lib, dal mushu sabablar Jeksonning kelgusidagi muvaffaqiyatlariga sabab bo'lgan. Azob ichida cho'ng bo'lgan Jekson keyin Neverland arali, ya'ni tush aralidan turalg'i setib olgan va bu oralda ko'ngil ichish maydoni qurib, butun dunyodagi o'smirlarni kelib haqsiz o'ynashga taklif qilgan. Shundaqla bu orqali o'zining o'smirlik davrida yo'qotib qo'yganlarining o'rnini to'liqlashni orzu qilgan. Keyin yana rak kasaliga giribdor bo'lgan bir o'smir uchun mikrobsiz kasalxona loyilab, nurg'unlagan hayotiy xavf ichida qolgan o'smirlar uchun xo'shalliq minutlarni ato qilgan. Lekin bu tush orali oxirida Jeksonni texmi cho'ng azobga mubtalo qilgan. Chunki Jekson izchil atrofimdagi kishilarning hammasining cho'qim yaxshi odam ekanligiga ishonaman deydigan bo'lib, aksicha 1993-yili va 2003-yili ikki qatim o'smirlarga jinsiy parakandachilik sog'an deb ayblangan. Bilishga tegishli shuki, bu ikki o'smir ayni vaqtda Jeksonning yordamiga erishgan o'smirlar edi. Bu xabarlar tarqalishi bilan Jekson nihoyat tezla o'ngsizlik patqig'iga petib qoldi. Munosabatlik o'rinlar uni ko'p tekshirdi. Nurg'un kishilar uningga bo'lgan noroziligini bildirdi. Uzunga so'zilgan tekshirishdan keyin uning qorlanganligi oshkorlandi. Shuningdan e'tiboran Jekson o'zini nobud qilishga ozliq qolgan tush orlig'a berib boqmadi. Uning chiroyidan ilgirki xo'shalliqlar yo'qashga boshladi. Uning qalbi jarohatga to'ldi. Shundaqla nihoyat azoblandim, endi hech kimga ishonmayman deb o'yladi. Uzun muddat besim ostida yashagan Jekson vafot bo'lishdan xeyli yillar burunla izchil dori yeyish orqali uxlaydigan bo'lib, 2009-yili 6-oyning 25-kuni shaxsiy doktorning savalligi tufaylidan doridan zaharlanib hayotini oxirlashtirgan. U vafot bo'lgandan keyinmi uning jinsiy parakandachilikka oid tekshirishlar davomlashgan. FBI organ torida e'lon qilgan 10 yillik tekshirish dokladida aniq qilib uning jinoyat sodir qilmaganligi oshkorlangan. Hatto ayni vaqtda Jeksonni arz qilgan o'smir Jordan Jantlermo iqror qilib, buning tubdan o'ydirilganligini, izchil dadisining yolg'on aytib kelganligini, shundaqla Jeksonning vafotidan qattiq ichindiganligini va uningdan afv so'raydiganligini bildirgan. Jordan ismli bu o'smir yana dadisining bunday qilishi faqat pul undirish orqali ayni vaqtdagi namrat turmushidan qutulish ekanligini oshkorlagan bo'lib, orqadinla uning dadisi bu ish sabablik o'lib olgan. Dunyoga qoldirilgan mehr muhabbat. Jekson vafot bo'lib 10 yil o'tgandan keyin haqiqiy ahvolni oshkorlagan o'smir keyin yana hujjatlik film Tush oralidan ayrilishni suratga elishga qatnashgan bo'lib, amaliy ahvolni yana bir qatim namoyon qilgan.
1984-yili Jackson Pepsi Cola şirketi üçün e'lon ishlash jarayonida naq maydondagi o't ketgan ko'rinishda savallik ko'rilib, Jacksonning chechi kuyib ketgan. Shundaqla 100 qismimi 2 va 3 darajalik zaxmlangan. Keyin Jackson ko'p qitimliq operatsiya orqali davolangan. Onundan başqa dadısının ayni vaqtda doim burnini masxir qilishi bilan u o'sin tuzash operatsiyasi qildirgan. Shu sababli kishilar uni ko'p qatim o'sin tuzatgan deb masxir qilishga boshlagan. Pepsi şirketining zo'r so'mliq to'lamiga erishgan Jackson nihoyat tezla kuyik yarısini asliga keltirish markazi ichishni qaror qilgan. Keyin asliga keltirish markazini ko'zdan ko'chirish jarayonida bemorlarni davolaydigan oksigen bo'lmasiga qiziqib qolgan va atoyatdan kirib yetib boqqan. Uning bu holati yana kishilarning masxirasiga qolgan. Ya'ni kishilar uni o'zining yoshlik bahorini saqlab qolish uchun mushundoq qildi deb qaragan. Teri rangining takshi bo'lmasligi qatorliq turlik sabablardan sahnaga chiqishdan burun yuziga ufpa anglik surkashni odat qilgan Jackson yana kishilar tarafidan masxir qilingan. Bundaq kishilar bo'lsa, Jacksonning qartallik bo'lganligidan faxrlanganligini asla bilmaydi. Agar bir kishi erqiy o'xshamaslik sababidan yana bir kishiga o'sh bo'lsa, bu qamlashmagan bir ish. Men dunyodagi har qanday millatdan bo'lgan kishilarni so'yiman, deydi u. Salbiy xabarlar izchil uningga agishib turdi. Mana bugun u vafot bo'lganiga dal 11 yil bo'lgan bo'lsa-mu, hali ham nurg'un kishilar Jacksonni haqiqiy tushunmaydi. Lekin u o'zining muzika jihatdagi talanti bilan hammalarni ta'sirlantirdi. Shundaqla mangulik rivoyatga aylandi. Keyin kishilar Jacksonning opsidan uning nima uchun kishilarning esida buncha ching saqlanganligi to'g'risida so'rag'anida Jacksonning opsi mehr muhabbat sababidan. Chunki u butun dunyodagi kishilarga bo'lgan mehr muhabbati sababidan hozirgacha unutilmadi degan. Tarjimada Yo'lvas.